Yiliga 365 kun, haftasiga 7 kun, kuniga 24 soat uzluksiz ishlovchi 5400 tonna kalava ip ishlab chiqarish quvvatiga ega Fayzam ip bo'limida bugun ishlab chiqarish jarayonini sizga ko'rsatamiz. Fayzam ip ishlab chiqarish bo'limi Shveysariyaning zamonaviy Rieter kompaniyasining texnologiyalari asosida jihozlangan bo'lib, ishlab chiqarish jarayoni to'liq avtomatlashtirilgan. Bu esa inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytirish, mahsulot sifatini barqaror ushlab turish va xalqaro standartlarga mos ip ishlab chiqarish imkonini beradi. Har bir sifatli ip sifatli xomashyodan boshlanadi. Fayzam ishlab chiqarish jarayonida faqatgina saralangan paxta tolalaridan foydalanadi. Ishlab chiqarishning har bir bosqichida mahsulot sifati doimiy nazorat qilinadi. Bu esa iplarning barqaror mustahkamligi va xalqaro standartlarga mosligini ta'minlaydi. Hozirgi kunda Fayzam 27 ga 1 va 30 ga 1 kordet kompakt iplarini ishlab chiqarmoqda. Agar siz Fayzam ip mahsulotlari narxi va katalogi bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga bog'laning. Qiziqarli kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun esa YouTube sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.